Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, kanalimiz a'zolari. Do'konimizga mana ko'rishlaring mumkin 150 talik, 200 talik tayyor holatdagi suv nasozlarimizni tayyorlab qo'yganmiz, ko'rishlaring mumkin. 150 talik variantdagi, 200 talik variantdagi nasozlarimizni tayyor balonli ramalarga tayyorlab qo'yganmiz. Yog'ini qo'yib, salarkasini qo'yib, ishlatishga tayyor holatda qilib qo'ydik. Kimga qaysi biridan kerak bo'lsa, pastki nomerlarga aloqaga chiqishlaring mumkin akalar. Manzilimizni tushuntirib o'tib ketamiz. Manzilimiz Qo'qonda, Saxiy do'koni akalar. Pastki nomerlarga aloqaga chiqsalaring to'liqroq ma'lumotni hamda qaysi variantda olsalaring narx-navolarni eng arzon narxlarda qilib beramiz. 200 talik suv nasozidan boshlaydigan bo'lsak, pompalari 200 talik bo'ladi. Motorlari 11-15 motorlardan qo'yilgan. Soatiga 400 tonna, 450 tonnagacha suv tashab beraveradi akalar. 150 taliklarimiz 11:00 bo'ladi motorlari, pompalari 150 talik, soatiga 200-250 tonnagacha suvni tashab berishga mo'ljallangan bo'ladi. Motorlarida ko'rishlaring mumkin, statorli bo'ladi, reme orqali harakat qiladi. Bu statorimizga akkumulyator orqali ham zavat bo'laveradi. Xohlasalaring mana shunday yonboshida o'zini ruchnoy kalit orqali zavat bo'ladigan ruchkalarni ham qo'shib beriladi komplet holatda kulishlari bilan. Boklari 15 ta salarka oladi, suv orqali soviydi. Pompalarni ham mana ko'rishlaring mumkin. So'ruvchi shlankalari, chiqaruvchi shlankalari do'konimizda sotuvda mavjud. Kimga qaysi variantdagidan kerak bo'lsa, aloqaga chiqishlaring mumkin. Mana balonlari ham Damas balonlaridan qo'yilgan, qachimlikli variantda bo'ladi. Mashinada olib yurishga ham oson qilib, mana shunday holatda olib yursalaring bo'laveradi. Siljitishga ham, olib yurishga ham oson qilib ishlangan. Kimga qaysi variantdagidan kerak bo'lsa, pastki nomerlarga aloqaga chiqishlaring mumkin.